من قرأ سورة القدر 100 مرة أدخل الله اسمه الأعظم في قلبه ويدعو ذلك العبد بما شاء تقضي حوائجه. Bir odam dedilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam, Qadr surasini, Inna anzalna surasini 100 bor o'qisa, Alloh jalla va ala uni qalbiga ismi a'zamni kirgizib qo'yadi. Banda nimani xohlab duo qilsa, hamma duosi ijobat bo'lib, uni hojatlari ravon bo'ladi. Xudoy taolo uni hojatlarini, mushkulotlarini hammasini beradi. Nima mushkuli bor? Mushkulni ketkizadi, o'rniga yaxshilikni beradi. Nima qiyinchilik bor? Qiyinchilikni ketkizadi, o'rniga yengillikni beradi. Bu insoniyat uchun ixtiyoriy amal. 100 donani har kuni bitta odam har o'qishda Bismillahirrohmanirrohim qo'shib o'qiladi. Takrorda masalan 100 ta o'qiyman desa, boshida a'udhuni aytadi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahirrohmanirrohim. Inna anzalnahu fi laylatil qadrni hammasida bismillohni aytiladi. Chunki insonning qalbiga Alloh ismi azamda shu bilan kirgizib qo'ygandan keyin bandani hamma duosi ijobat bo'lar ekan inshaalloh.